Assalomu alaykum. Bugungi brifingimiz ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasida maqsadli dasturlar va dolzarb vazifalar ijrosi haqida bo'ladi. Davlatimiz rahbari tomonidan sohani rivojlantirish bo'yicha belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash borasida o'tgan 2025-yilda bir qator ishlar amalga oshirildi. Birinchidan, 2025-yilda sohani yaxshilash uchun ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida 2 trillion 250,1 milliard so'm o'zlashtirilishi ta'minlandi. Ajratilgan mablag'lar hisobidan 973 kilometr ichimlik va 336,5 kilometr oqova suv tarmoqlari tortildi hamda 67 ta ichimlik va 35 ta oqova suv inshootlari qurildi. Ikkinchidan, suv ta'minoti tizimida ilk bor mavsumiy tayyorgarlik amaliyoti joriy etildi. Bahor-yoz dasturi doirasida 45 ta tindirgich, 1601 ta rezervuar va 6018 ta minora tozalandi. Respublika miqyosida 724 ta nasos, 2174 kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari ta'mirlandi. Inshootlarga 964 ta energiya tejamkor nasos, 173 ta suv hisoblagich o'rnatilib, balansdagi 166 ta maxsus texnika ta'mirlandi va ishga tushirildi. Tizimda yuzaga kelgan 6322 ta nosozlik bartaraf etildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 10% ga kamdir. Shu bilan birga davlatimiz rahbari topshirig'iga muvofiq 208 ta tuman shaharlarda avariya tiklash guruhlari kuchaytirilib, 3 tadan 30 tagacha maxsus texnika bilan ta'minlandi. Shuningdek, 435 ta nasos, 1270 ta zadvishka va quvurlar zaxirasi shakllantirildi. Suv sifati nazorati doirasida 194 mingdan ziyod namunalar tahlil qilindi. 37 ta laboratoriya standartlarga muvofiqligi tasdiqlandi. Moddiy texnika bazasini kuchaytirish maqsadida 162 ta maxsus texnika xarid qilindi. 364 tasi ta'mirlandi. 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida ichimlik suv tarmoqlarining 220 kilometr qismi va 673 ta nasos uskunalari mukammal. Shuningdek, 3098 kilometr tarmoq va 977 ta nasos uskunalari joriy ta'mirlandi. Uchinchidan, joylarda xatlov va obyektlarni qabul qilish ishlari natijasida iste'molchilar bazasi 197 mingtaga oshirilib, 5,24 milliontaga yetkazildi. Targ'ibot ishlari va tariflarni qayta ko'rib chiqish hisobidan suv hisoblagichlar o'rnatilgan iste'molchilar soni 522 mingtaga ko'payib, 448 milliontaga yetkazildi. Shu bilan hisoblagichlar qamrovi 79% dan 86% ga oshdi. To'rtinchidan, 2025-yilgi investitsiya dasturiga muvofiq xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi 21 ta loyiha bo'yicha 434,8 million dollar o'zlashtirilib, topshiriqlar to'liq bajarildi. Ushbu mablag'lar hisobidan 1117 kilometr ichimlik va 190 kilometr oqova suv tarmoqlari tortildi hamda 23 ta ichimlik va 9 ta oqova suv inshootlari qurildi. Beshinchidan, sohani raqamlashtirish va axborot tizimlari bo'yicha suv dispetcher tizimi to'liq ishga tushirildi. Avariya tiklash guruhlari harakatlari real vaqtda optimallashtirildi. Yuridik iste'molchilar bilingi UzVaterga integratsiya qilinishi, shaxsiy kabinetlar orqali shartnoma va hisoblagich ma'lumotlarini onlayn kiritilishi ta'minlandi. Shuningdek, suv o'lchagich xizmati aksiyadorlik jamiyati axborot tizimi joriy qilindi. Yangi murojaatlar 100% elektron shaklda qabul qilinadi. Bundan tashqari, iste'molchilar bilan ishlash va korrupsiyaga qarshi yangi raqamlashtirilgan KPI tizimi joriy qilindi. Umuman olganda, sohani rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasida hududlardagi jami 715 ming nafar aholi ilk bor toza ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, yana 2,3 million nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, 135 mingta xonadon markazlashgan oqova tarmoqqa ulandi. Natijada respublika aholisining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 82,8% ga, oqova suv bilan qamrab olinganlik darajasi 22,3% ga yetkazildi. Gap 2026-yil haqida borar ekan, ustuvor vazifalar belgilab olindi. Bunda 107 ta mahallada istiqomat qiluvchi 310 ming nafar aholini
ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash hamda 453 ta mahalladagi 2.4 million nafar aholining suv ta'minotini yaxshilash orqali respublika aholisini ichimlik suv bilan qamrovini 83.5% ga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, 51 ta mahallada istiqomat qiluvchi 230 ming nafar aholini ilk bor oqova suv tizimlariga ulash hamda 23 ta mahalladagi 95 ming nafar aholini oqova suv xizmatlarini yaxshilash evaziga oqova suv qamrovini 23% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Birinchidan, davlat dasturi doirasida 1.3 trillion so'm mablag' hisobidan joylarda 1394 kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari, 84 ta ichimlik va oqova suv inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish. Ikkinchidan, xalqaro moliya institutlari ishtirokida amalga oshirilayotgan 21 ta loyiha doirasida 500 million dollar qarz mablag'larini o'zlashtirish evaziga 1161 kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari, 44 ta ichimlik va oqova suv inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish. Shu bilan birga 2026-yilda quyidagi ishlar ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Mavjud 2360 kilometr tashqi va ichki oqova suv kollektorlarini yuvish va tozalash ishlarini olib borish, 41390 ta iste'molchi xonadonlarga ichimlik suv tarmoqlari olib kirish va suv hisoblagichlari o'rnatish, 316 ta nasos stansiyalari va ulardagi nasos uskunalarini joriy va mukammal ta'mirlash, 3272 kilometr tarmoq va 1583 ta nasoslarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash uchun profilaktik ko'rikdan o'tkazish, 1000 ta energiya sarfi yuqori nasosni energiya tejamkor nasoslarga almashtirish, 8906 ta inshootdagi 130.5 ming metrlik himoya devorlarini ta'mirlash, moddiy texnik bazani yaxshilash uchun 65 ta yangi texnika xarid qilish va 128 tasini ta'mirdan chiqarish va ishga tushirish, suv yo'qotishlarini nazorat qiladigan yangi raqamlashtirilgan dasturni ishga tushirish, suv dispetcher tizimini takomillashtirish uchun qo'shimcha 460 ta planshetlar xarid qilib, avariya tiklash guruhlariga yetkazib berish, o'quv trening markazida 3200 nafar xodim malakasini oshirish va kasbga qayta tayyorlash, iste'molchilar bazasini 200 mingtaga oshirish va hisoblagichlar bilan ta'minlanganlik darajasini 90% ga yetkazish, ko'rsatilgan xizmatlar hajmini 4.4 trillion so'mga va pul undiruvini 4.5 trillion so'mga oshirish, sudlarga kiritish jarayonlarining raqamlashtirilgan tizimini joriy qilish va yirik debitor qarzdorliklarni 2 barobarga qisqartirish ko'zda tutilgan. Eng asosiysi bu kabi ishlar, ya'ni suv ta'minoti tizimida olib borilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini yanada yaxshilashda muhim o'rin tutayotgani bilan ahamiyatlidir. E'tiboringiz uchun rahmat.